Tort qilishni boshlaganimda mendan qizg'onishgan shu beton kremini sizlarga shunchaga o'rgatib qo'yaman. Atigi 2 dona masalliq, yaxshi sifatli 82% sariyog' va aynan shu oq shokolad kerak bo'ladi. Bu turfda arzon shokolad deganlar uchun aynan shu shokoladda menda har doim beton kremim o'xshab chiqadi. Albatta, cho'mchaginglar ko'tarsa mana bu turdagi shokoladlardan ham foydalansanglar bo'ladi. Shokoladimizni impulsli rejimda mikrovolnovkada yoki suv hammomida eritib olamiz. Taxminan 5-10 minutda shokolad sovib oladi. Sariyog' va shokolad temperaturasi bir xil bo'lgandan keyin bo'lib solib mikser qilamiz. O'rtacha suyuqlikda bo'lgandan keyin mikserlashni to'xtatdim. Yana ozgina mikserlasanglar bundan ham quyiladi, lekin quyuq beton krem bilan ishlash qiyinroq. Shunaqa kartonniy podollarni og'ir tortlar uchun hech qachon ishlatmanglar. Beton kremi yorilib ketishining sababi ham bittasi shu. Yupqa podложка ko'rib turganinglardek, birinchi sloj yupqa qilib chirnavik variantini surib olaman. Tort sborkasi iloji boricha ortiqcha teshilasiz, akkuratni yig'ilgan bo'lishi kerak va обязательно muzdek bo'lishi kerak. Krem bilan ishlaganda juda tezlik bilan ishlash kerak, chunki bu muzdek tortga surilganda sразу уже qotadi. Уже ikkinchi qavatini surib olaman. Tortni yarmigacha kremimni surib olib, tekislab, keyingi yarmini yana boshqatdan surib tekislayman. Yana bitta fishka joyi. Basmasa shpateldan foydalanmanglar beton krem surayotganda. Har safar shpatelda aylantirishimdan oldin qaynoq suvga shpatelimni botirib olib, qizdirib, keyin aylantirib olaman. Qotib qolgan krem issiq shpatelda tekis suriladi. Tayyor tortga mastikani qoplaymiz yoki xohlasanglar rasm chizinglar, xohlasanglar velюровое покрытие sepinglar, xohlasanglar tanduring bilan bo'yanglar. Xullas foydali bo'lgan bo'lsa nima qilishni o'zinglar bilasizlar.